hozir avariya sipar keldi. Orqa krilo urilgan. Ichlarida ham bukib olgan hozir. Hozir kriloni almashtirib, boshqa yangi krilo qo'yamiz. Mana eshikni ham siqib qo'ygan, zazori qochib ketgan. Mana hozir kriloni tortib olamiz yana orqaga, zazorlarni ochib olib, keyin kriloni kesib olib tashlaymiz. Mana shundan kesiladi. Tepasi qizil izdan kesiladi. Mana o'sha kriloni tortib kesib oldi, ichlarida mana rixzoka to'g'lab qo'ydim, mana chiqarib pachoqlarini. Hozir endi kriloni qo'yib, kriloni ham kesib abrezga olib, keyin qo'yib sifarga qilishni boshlaymiz. Mana. Уже bu tayyor. Kriloni qo'ysak bo'ldi уже. Chiroyli taqlab chiqarib qo'ydik pachoqlarini. Tayyor holat. Kesib olib, keltirib olib, zazorlari ham cho'tga keldi mana уже. Mana bunaqalar tushgan joy cho'tga tushdi. Zazorlari ham cho'tga turibdi. Stinnu keldi mana. Ulangan joylari zazorlar hammasi bir tekisda o'ziligida chiqdi. Svarga qilib, chaqlab, cho'tga qilib tekis qilib qo'yildi. Shpakirovka suriladi endi bu joylarga. Ustidan shpakirovka surib, o'sha gruntovka ham sepib qo'yildi, o'sha tayyor. Ulangan joylari ham bilinmaydi hammasi. Cho'tga tin o'tiribdi.
yaxshidan ulangan o'zi. Hozir banqiri, bamtib quloqlari singanini hisobiga quloq mana. Singanini hisobiga biza yamab to'g'irlab o'tirmasdan bu yaxshi banqir olib kelib berdi. Bu shuni mana yaxshi butun banqir. Shuni yaxshi ishqalab tozalab, kraska sepib, borang qilib taqib qo'yiladi shu banqirni. Hamma joyi cho'tki. O'ztazgina ishqalab tozalab olib, ustiga kraska sepib, keyin taqib yuboriladi shu banqir. Hamma quloqlari butun banqir. Cho'tki qilib o'sha kraska ham sepib, anaqa qilib bo'lindi o'sha. Banqiraga ham kraska sepib